Assalomu alaykum. Keling, mana shu qoshni bugun bo'yaymiz. Qoshimiz rastushovkasi bor tagida. Bir necha yillar oldin qilingan. Mana shu qoshimizni terib bo'yaymiz. Nolda boshlaganlar uchun rastushovkasi borlar, qoshida shakli borlarda bo'yab qo'lingizga o'rgatganingiz ma'qul. Tezroq o'rganasiz va terilmagan qoshdan ham bo'yashga qiynalmaysiz. O'shani hisobini olib, birinchi navbatda shu rastushovkasi bor va terilgan shakli bor qoshlardan bo'yab o'rganing. Kimda kim qosh terishni noldan boshlab o'rgatishimni xohlasa, kommentariyaga yozib qoldiring. Qosh terishni noldan boshlab o'rgataman. Qoshga shakl chizib olganimizda ko'pchilik qalam bilan o'sha chiziq joyini bo'yab oladi, ketib qolmasligi uchun. Lekin eng noto'g'ri ish bu qalam bilan bo'yab olish. Chunki qosh tergan vaqtda boyagi qalam yurgan joyida keraksiz qoshlarimiz qolib ketishi mumkin, ichiga kirib ketib qolishingiz mumkin, qosh o'yilib qolishi mumkin, shakli buzilib ketadi. O'shani hisobga olgan holda mana shu ip bilan shakl chiqarib olib, o'sha shakldan tashqaridagi qismni olib tashlasangiz, bemalol o'zingizda ko'rinib turadi, qayerda qanday teryapsiz. Qalam bilan bo'yab olsangiz, qalamni orasidagilar ko'rinmay ketib, bilmagan holatingizda qosh shaklini buzib qo'yishingiz mumkin. O'shaning uchun qalam bilan ishlamaslikka harakat qiling. Iloji boricha mana shunday menga o'xshab ip bilan shakl chiqarib, keyin tering. Qosh bo'yashni yaxshilab o'rganib, terishlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, podpiska tashlab, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz, qo'ygan videolarimni o'tkazib yubormaysiz. Like bosing, kommentariyada o'z izohingizni qoldiring. Birinchi qoshimizni terib bo'ldik, endi ikkinchisini terib olamiz. Qosh bo'yog'imiz Begin Expert bilan Expertni qorasi bilan jigarrangini tayyorladim. Begin bilan ishlagan videoyim ham bor. Profilimga kirib ko'rsangiz, Begin bilan tayyorlaganim ham bor. Begin ham ko'proq vaqt turadi. Qanday foydalanish kerak, obdon hammasi tushuntirilgan. Tayyorlagan vaqtimiz qosh bo'yog'imizni suyuq quyuqligiga qarab tayyorlashingiz kerak. Agar suyuq bo'ladigan bo'lsa, oqib ketadi, ham ishingiz chiroyli chiqmaydi. Quyuqroq, juda quyuq tayyorlasangiz qotib qoladi va bo'yayotgan vaqtingiz bemalol ishlay olmaysiz. O'shaning uchun o'rta hisobda tayyorlashingiz kerak. Hozir mana video davomida ko'rasiz. Qo'limga surtib, do'pposli holatini ham ko'rsataman. Va keyin qoshimiz bilan ishlaymiz. Ko'pchilik bo'yoq tayyorlaganini ko'rsatmadingiz-ku deb so'ragan uchun videoni orasiga buni qo'shishga majbur bo'ldim. Meni boshidan kuzatib kelganlar buni qanday tayyorlanishini biladi. Yangi obunachilarimiz bo'yoq tayyorlashni ham qo'ying deb so'rashgani uchun profildan izlab topib qiynalmasligi uchun orasiga qo'shdim, videoni orasiga. Aslida profilga shorts videosining orasiga qo'shib qo'yganman buni. Buni tayyorlanish jarayoni, birinchisini quyuqroq qildik, mana ikkinchisi suyuq bo'lgani uchun oqib ketyapti. Buni qoshga qo'yganingizda ham mana shunday oqib, hamma joyga yoyilib, yomon bo'lib ketishi mumkin. Yangi obunachilar qolgan videolarimni ko'rsangiz, buni qanday o'chirib tozalash, qanday ketkazish hammasi bor. Mana shunday oqib ketmasligi kerak. O'chirgan holatimizni ham ko'rasiz. Bu juda ham tez oladi teriga. O'shaning uchun o'zingizni xohishingizga qarab tezroq va kechroq o'chirishingiz mumkin. Qoraroq, to'qroq xohlaganlar bemalol turg'izsin. Bemalol deganda qancha vaqt? 10-15 daqiqa. Tezroq o'chirish xohlaganlar 5 daqiqa yetadi. Mana ko'rdingiz, hech qancha vaqt o'tgani yo'q. Birinchisini qo'yib, ikkinchisini qo'yib bo'lguncha shu birinchisi mana shunday rang oldi. Ikkinchisini mana suyuq tayyorlaganimiz hisobiga bunaqa olmadi. Suyuq quyuqligiga juda ham e'tiborli bo'lib tayyorlashga harakat qiling.
Endi qoshimizga navbat. Qoshimizni bo'yab olamiz. Bemalol videoyim qo'yib, bironta tanishingizni yoki o'zingizni qoshingizni ko'rib, ip bilan bo'yasangiz bo'ladi. Juda ham oson usul bu. Videoyim sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kommentariyada izohingizni qoldiring. Yana nima savollaringiz bo'lsa, hammasini kommentariyaga yozsangiz, men o'qib, albatta javob beraman. Xudo xohlasa keyingi videoda 1 oylik qosh bo'yog'imizni tayyorlash, uning sifatlari, hamma narsasini tushuntirib ko'rsatib o'taman. Qanaqa ko'rinishda bo'ladi 1 oylik qosh bo'yog'imiz. Kimlar uchun tavsiya etiladi, kimlar uchun tavsiya etilmaydi. Yangi obunachilarimiz uchun yana bir marta qaytarib o'taman. Allergiyasi borlar uchun buni tayyorlab, birinchi navbatda qo'limiz kaftimiz ichiga yoki qulog'imiz orqasiga surtib, 1 sutka davomida kuzatamiz. Agar allergiya bermasa, shishib, qizarib ketmasa, qoshingizga bemalol foydalanishingiz mumkin. Oddiy suvga tayyorlanadi. Bunga qo'shimcha narsa kerak emas. Oddiy suvga. Bu videolarim nechta odamga foydali bo'ldi? Kommentariyaga yozing. Qanchalik foydali bo'ldi? Kimlarga qildingiz? Salonda ishlaydiganlar bormi? Kuzatuvchilarim orasida. Yoki hamma o'zi uchun, uy uchun o'rganyaptimi? Birinchi qoshimiz tayyor, endi ikkinchisiga navbat. Po'stli holatini ololmadim. Bu qosh bo'yog'imiz hamma parfyumeriya magazinlarida bo'ladi. Bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Narxi unaqa qimmat turmaydi. Buni qo'yib bemalol 1 hafta yursangiz bo'ladi. Yoz ob-havosi uchun juda ham qulay narsa. Bir bo'yab qo'yib ancha vaqt yurasiz. Bo'yashdan oldin albatta har doim qoshimizni tozalab olamiz. Ko'pchilik terisi tashagan, ko'chgan vaqti qo'ysa, o'chirgan vaqti o'zi bilan ko'chib tushib, chiroyli chiqmay qoladi. Bu ham bundan oldingi videolarimda joylaganman. Tozalamasdan qilish oqibatlari nimaga olib kelishi hammasi bor. Videolarimni ko'rsangiz, boshidan tushunib yangi kelgan obunachilarimiz bu videolarim boshidan ko'rsangiz, hamma narsani bemalol tushunib ko'ra olasiz. Qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Albatta javob beraman. Qoshdan tashqari yana nimalarni o'rganishni xohlaysiz? Uy sharoitida, uy holatida, ko'chaga chiqmasdan, makiyaj, prichoska, qanaqa videolar xohlasangiz, kommentariyaga yozing. O'shanga qarab video joylayman. Videolarim sizga foydali bo'lganidan xursandman. Qoshimiz ikkinchisi ham deyarli tayyor, ko'rishingiz mumkin. Rastovkasiga nisbatan farq qildimi, farq qilmadimi, kommentariyaga yozib qoldiring. Sizga yoqdimi ishlarim? Buni qanday tozalash kerak, qanday o'chirish kerak, bundan oldingi videolarimda qo'yilgan hammasi. Qoshimiz tayyor. Hamma o'zini xohishiga qarab o'chiradi. Oddiy suvli paxta bilan
o'chirish kerak. O'chirish qismlari ham bor videolarim orasida. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Like, kommentariy, qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib, o'z izohingizni qoldiring. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' omon bo'ling.